Hammaga salom. Go'shtlari yumshoq va mazali sokkora taomini tayyorlaymiz. Mol go'shtini ichki son qismidan videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab olamiz. Marinovka uchun 1 dona kivi va 4 ta sarimsoq donasini mayda qilib to'g'rab olamiz. Sokkora taomini go'shtlari yumshoq va juda mazali chiqishini siri mana shu marinovkasida. Marinovka jarayonini boshlaymiz. Maydalangan kivi, 4 dona sarimsoq, tuz, koreys tuzi, zira, maydalangan kashnich urug'i va 50 gram soya solib, go'shtni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olingan go'shtimiz ustiga 5 dona tuxum chaqamiz va yana bir bor yaxshilab aralashtirib olamiz. Yana endi 50 gram kartoshka kraxmalini solamiz va yana bir bor yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan 100 gram o'simlik yog'i solamiz va yana bir bor yaxshilab aralashtirib olamiz. Va oxirida gazlangan suvdan 200 gram qo'yib, go'shtni yana bir bor yaxshilab aralashtirib olib, 1 soat marinovka uchun qo'yib qo'yamiz. Qadrdon, bu me'yor 3 kg mol go'shtiga mo'ljallangan. Go'sht marinovka bo'lguncha kartoshkani kubik shaklida to'g'rab, yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Qovurib olingan kartoshkamiz ustiga tuz sepib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Ana endi qozonga 900 gram o'simlik yog'i solib, marinovka qilingan go'shtni 20 daqiqa dimlamasdan qovurib olamiz. 20 daqiqa qovurib olingan go'shtni alohida idishga 10 daqiqaga olib qo'yamiz. Go'shtga 10 daqiqa dam berish jarayonida yog'ni tagiga o't tashlab sovutmay turib, yana bir bor 10 daqiqa go'shtni qovurib olamiz. Umumiy hisobda 30 daqiqada go'shtimiz tayyor bo'ladi. Qadrdon, inshoning go'shti juda yumshoq va mazali bo'ladi. Tayyor bo'lgan go'shtni kartoshkalar ustida mana shu shaklda suzib, do'stlarimizga tortsak ham bo'ladi. Sokkora taomi barcha do'stlarimga birdek manzur bo'ldi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Jo'rali, kelinglar, marhamat. Qo'lingda dard ko'rmasin.